Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala'ga hamd sanolar, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge durudu salavatlar, o'tib ketgan barcha mu'min mu'minat, musulmon muslimatlarga Allah Teala'dan mağfiratlar bo'lsin. Allah hammamizni xulusun niyat bilan bosgan har bir qadamimizga ajrlarimizni ko'paytirib bersin va gunohlarimizga kafforat qilsin. Bugungi eshitadigan amr ma'ruf nahiy munkarlarimizni hayotda amal qilishlikni va o'qilajak juma namozlarimizni maqbul ibodatlardan bo'lishini o'zi nasib qilgan bo'lsin. Azizlar, bugun o'tganlarni xotirlash va qadrlash mavzusida bo'lar ekan. Avvalambor Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va laqad karramna bani adama va hamalnahum fil barri wal bahr va razaqnahum minat tayyibati va faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila." Sadaqallohul azim. Batahqiq Banu Odamni aziz va mukarram qilib qo'ydik va ularni quruqlik va dengizda ulovla ko'tardik hamda ularni pok narsalar ila rizqlantirdik va uni o'zimiz yaratgan ko'p narsalardan mutlaqo afzal qilib qo'ydik deb Alloh taolo marhamat qiladi. Mana shu oyatni o'zini ozgina fikr qiladigan bo'lsak, Alloh taolo juda ko'plab mavjudot, mahluqotlarni yaratdi. Ba'zisi joni bor, ba'zisi esa joni yo'q. Joni bor bo'lsin, joni yo'q bo'lsin, farqi yo'q. Eng mukammali inson va sinovlisi ham inson. Aqidamiz bo'yicha farishtalarda jon bor u nafs yo'q. Oila qurmaydi, bola chaqa degan narsa yo'q. Hayvonda nafs bor u aql yo'q. Ya'ni aql ma'lum bir darajada o'zi yeydigan narsa uchun, ov qilish uchun aqli bor. Qanday tutishni biladi u ham. Lekin undan yog'iga o'tolmaydi. Insondachi ham nafs bor, ham aql bor. Mana shu ikkalasi jamlansa, farishtadan ustun bo'ladi inson. Ba'zi bir insonlarga aytiladi-ku, farishtada ekan deydi. Agar inson o'ziga berilgan nafsini to'g'ri boshqara olsa, berilgan aqldan to'g'ri foydalansa, u farishtadan ustun bo'ladi. Lekin Alloh asrasin, Alloh taolo bergan aqlni, nafsni o'rinsiz ishlatsa, hayvondan ham past bo'ladi. Chunki hayvon ham qilmaydigan ishni ba'zida inson qilishi mumkin. Ana shu 18 ming olam degan olamning ichida bittasi inson bo'lsa, shu insonni Alloh taolo qolgan hamma olamdan afzal qilib qo'ydi, mukarram qilib qo'ydi. Birgina misol. Alloh taoloni siz bizni mukarram qilishligining bitta misoli bizni tanamizdagi ruh Allohniki. Qaysi ma'noda? Jism ham hammasi Allohniki. Lekin ruh o'zining abadiyligidan puflangan. Bu tuproqdan yaraldi, nutfadan paydo bo'ldi. Bu vafot etganimizdan keyin yerga qo'yilar ekan, qurt-qumursqalarga yem bo'ladi. Tuproqqa aylanadi suyaklarimiz. Yo'q bo'ladi. Lekin bitta narsamiz qoladi. U ham bo'lsa ruhimiz. Nima uchun? Chunki ruh abadiy. Alloh taolo o'zining abadiyatligidan bo'lgan ruhni insonga berdi. Inson tanasi yo'q bo'lib ketaveradi, lekin ruh abadiy qolaveradi, eslanaveradi. Biz domlalar qiyomatgacha Imom Buxoriyni eslayveramiz. Hadislarni. Fiqhdan Marg'iloniyni eslayveramiz. Aqidadan Moturudiyni eslayveramiz. Qancha olimlarni eslayveramiz. Nima uchun? Ular vafot etib ketgan, xizmatini qilib bo'lgan, necha asrlar o'tib ketgan, lekin ruhi abad. Tibbiyotchilar endi qiyomatgacha Ibn Sinoning kitobini o'qiydi. Ibn Sino haqida gapiraveradi meditsinada. Nima uchun? O'zi yo'q bo'lib ketdi, lekin uning ruhi abadiy. Xuddi shuningdek har bir sohaning o'zini mutaxassislarini zikr qilinaveradi, eslanaveradi. Adiblar, shoirlar Alisher Navoiyni eslaydi, Bobom Ashrafni eslaydi. Nimaga? O'tib ketgan xizmatini qilib, lekin ularning ruhi abadiy. Agar dinimizda o'lding, o'chding, bo'ldi endi qilar ishni qilding, yangi davr boshlandi deyilganda bironta ajdod eslanmasdi. Hammasi yo'q bo'lib ketaveradi tarixda. Yo'q, bizda inson afzal. Mana shu o'rinda aytib ketdik. Endi ba'zida ochiq gapirmaysizmi deydi. Ba'zida ochiq gapirsak xafa bo'lishadi-da. Shunday din vakillari borki, odamlarni yoqadi, bilasizlar. Ularning e'tiqodida shu.
O'tin qimmat ularda. Nimaga desa, o'likni yoqish kerak deydi. Bir qancha tonna o'tinni olib kelib, ichiga qo'yib yoqib yuboradi inson. Keyin kulini nima qiladi? Olib kelib tokchasiga qo'yib qo'yadi yo bittani o dengizigami, daryosiga oqizib yuboradi. Ular shuni insonning hurmati deb biladi. Bizdachi inson tiriklik vaqtida uning tanasiga agar biror bir ziyon yetkazsangiz qasos bor. Qo'lini sindirib qo'ysangiz, ko'zini chiqazib yuborsangiz, tishini sindirsangiz, oyog'ini sindirsangiz, islomda qasos bor. Qasos nima uchun? Ikkinchi bir insonga ziyon yetkazmasin uchun qilingan bu. Bo'lmasa bir-birimizni urib dabdala qilib tashlaymiz-da. Davlat qonunida jinoyat degan narsa bormi? Agar shu bilan qo'rqitmasa insonlar bir-birini haqqini yeydi, bir-birini o'ldirib ketaverishi mumkin. Demak, yo dunyoda Alloh taolo shariati bilan shunday qonunlarni joriy qilganki, bu jamiyatda inson yerda yashar ekan, xavfsiz yashasin. Ana shu tiriklikda biz qandoq ehtirom qilib ehtiyot qilsak, inson vafot etgandan keyin ham o'sha ehtirom turaveradi. Mana yaqinda suhbatda aytib berdim-da, dushanba kungi darsimizda. Hatto fiqhiy kitoblarimizda o'likni urgan inson tirikni urgan bilan barobar jinoyatchi bo'ladi dedik. Ba'zilar aytishi mumkin, qoraga o'likni ham urish mumkinmidi? Qarang, bu masalalar o'zidan o'zi kelmagan. Shunday bir davrlar bo'lganki, odamlarga zulm qilgan insonlar vafot etgandan keyin bo'ldi, endi o'ldi-da u zolim, endi hech qanday zarar yetkiza olmaydi deb turib, to uni ko'milguncha unga nima qilingan, kelib urilgan. Eslaysanmi, bizni haqqimizni yegansan, bizni urgansan deb o'liklar urilgan. Bu birinchisi. Ikkinchisi esa ana shu jamiyatda zolim bo'lgan insonlar ko'milsa, qabrni ochib jasadini tashqariga qo'yib qo'yishgan. Itlarga yedirishgan. Hayvonlarga yedirishgan. Nima uchun desa, u bizga zulm qilgan. Mana shu narsalar hayotda bo'lgan. Shu uchun fiqh kitoblarida aytiladiki, mayyitga ozor berishlik, o'ldi u, ursangiz ham bilmaydi, kesib tashlasangiz ham bilmaydi, otib yuborsangiz ham bilmaydi, u his qilmaydi, endi ruh chiqib ketgan jismidan. Lekin mayyitga nisbatan qilingan beodoblik, mayyitga qilinadigan ziyon yoki urush tirikni ziyon yetkazish bilan barobar deyilgan. Bu qayerda bu? Bu islomda bor. Shu uchun islom shariati insonni qadrladi, Alloh taolo mukarram qildim dedi. Tiriklik vaqtida gapirib turib biz jismimiz hatta harakatda qanday qadrli bo'lsak, vafot etar ekanmiz ham o'sha qadrimiz turadi. Chiroyli qilib yuvintiradi. Oppoq kafanlarga o'raydi va chiroyli qilib likillatmasdan olib borib nima qiladi? Ko'mib qo'yadi. Bo'ldimi shu bilan? Yo'q. Endi nima qiladi? Endi u ziyorat qilib turadi. Tushib ketsa to'g'rilaydi. Atrofiga gul ekib qo'yadi. Nimaga? U istig'for aytib turadi deydi. Fiqh kitoblarimizda qabrni ustiga chiqish mumkin emas. Aytamiz, "O, qabr ustiga chiqib qolibsizlar, chiqmanglar" deymiz. Nimaga? Uni tagida kim bor? Inson bor. O inson yo'q bo'lib ketgandir-ku, yo'q. Hatto bir hadis bor, ba'zilar buni zaif deyshadi. Qabrni ustini bosish gunohi homilador ayolni qorni bosish bilan barobar deydi. Tasavvur uchun aytayapmiz. Hadisda bor. Homilador ayolni qorni bosishlikni hech kim o'ylamaydi agar zolim bo'lmasa. Yo jinni bo'lmasa, bu ishni hech kim qilmaydi. Lekin tasavvur qiling, bir homilador ayolni qorni bosish, bolasiga ziyon yetkazish qanday zulm, qanday gunoh? Qabrning ustiga chiqish ham, qabrning ustiga bosish ham xuddi shunday barobar qilingan hadislar bor. Bu ham bo'lsa bitta maqsad, insonning hurmati. Mana aytdim, qabristonlarga kirilganda ota-bobolarimiz aytardi, "Voy, qattiq gapirma, taqillaydigan oyoq kiyim bilan kirma" deylardi. Nimaga? Ruhlarni ozor berma deyilgan. Shuning uchun qabriston bir taskin topadigan bir maskanga aylantirilgan. Bularning hammasini bundan tashqari bir qancha misol aytsak bo'laveradigan, lekin xulosasi shuki, insonning hurmatining taqozosidan mana shu masalalar bizning shariat kitoblarimizda kelgan. Yana insonning mukammalligi, mukarramligi Alloh taolo o'zi ta'lim berdi. Baqara surasida aytiladiki, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Alloh taolo Odam alayhissalomga hamma mahluqot mavjudotning ismini o'rgatdi. O'zi ta'lim berdi, o'zi ustozlik qildi. Demak, boshqa mavjudotlardan farqligi ilmi bilan. Boshqa bir oyatda esa "Vasakhkhara lakum ma fis samawati va ma fil ardi jami'an minhu
inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallohul azim. Osmonlar va yerdagi barcha narsani insonga musaxxar qilib berdik deydi. Bunda tafakkur qiluvchi inson qavmlar uchun belgilar bordir deydi. Haqiqatda azizlar, shamolni ham bizga xizmat qildirib qo'yganda Alloh taolo bulutni haydab olib keladi, u bulut bizga yomg'ir yog'dirib beradi. Uni vazifasi bizga xizmat qilish. Oy chiqadi, quyosh chiqadi, o'zidan nur taratadi. Nima uchun? Inson uchun. Bizga quyosh kerak, oyning ham xizmati bor, yulduzlar bor, osmon, yer, hammasini Alloh taolo insonga musaxxar qilgan. Bugun aytamizki, bu katta samolyot ekan, 1000 ta odam olar ekan deydi. U baribir insonga xizmat qiladi. Falon million dollar turar ekan mana o kema deydi. Insonga xizmat qiladi. Agar inson bo'lmasa, shu kemani ham qadri yo'q, shu samolyotni ham qadri yo'q, poyezdni ham qadri yo'q. Demak, bilingki, hayotda nima narsa bor, Alloh taolo uni biz uchun musaxxar qildi, bizga xizmat qildiradigan, bizga foyda qildiradigan qildi. Yerda shunday jonli jonsiz narsalar borki, ular ham bizga bo'ysundirilgandir. Shunday jonzotlarni Alloh taolo bizga uni go'shtni yeyishni halol qildi. Yana shundaylari borki biz uchun harom qilindi, lekin ular bizga baribir xizmat qiladi. Misol uchun ahli eshak harom bizga, lekin xizmati halol, xizmat qildiramiz. Ot shunday, tuya shunday, sigir shunday, qo'y shunday. Ular ham xizmatimizni qiladi, ham bizni Alloh taolo ularni go'shtini yeyishligini halol qildi. Alloh taolo yaratib qo'ygan tabiatlar bor, chiroyli tabiatlar. U tabiatlarni ko'zimiz ko'rib quvnaydi. Tog'lar, bog'lar, sharsharalar, ariqlar, bular hammasi inson bo'lmasa qadri yo'q, inson bilan. Hatto suvdagi baliqlar ham biz uchundir. Yer ostidagi har qanday qazilma boyliklar ham biz uchundir. Shundoq ekan, inson aziz va mukarramdir. U mukarram bo'lgan inson keksa bo'ladimi, yosh bo'ladimi, erkak bo'ladimi, ayol bo'ladimi, farqi yo'q, mukarramdir, qadri bor, qiymati bordir. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. Ulardan keyin dunyoga kelgan zotlar ayturlar: "Ey Robbimiz, o'zing bizlarni va bizdan ilgari iymon bilan o'tganlarni mag'firat etgin va qalblarimizda iymon keltirgan zotlarga nisbatangina paydo qilmagin. Ey Robbim, albatta sen mehribon va rahimli zotdirsan" deydi Hashr surasi 10-oyat. Qarangki, Alloh taolo mo'min insonlar o'tganlarning haqqiga duo qiladi. Bizdan oldin o'tib ketgan, endi xatolar qilgan bo'lsa, kechir ularning gunohlarini. Biz ham xatokor insonmiz deya ajdodlarini, ota-onalarini, yaqinlarini, aqrabolarini haqqiga duo qilishni Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam esa o'tganlarni eslash ma'nosida va eslanganda ham uzkuru mahasina mautakum va kuffu an masawihim. Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz aytayaptilar-ki, bu dunyodan o'tganlaringizning yaxshi sifatlarini eslanglar, ularning yomon sifatlarini eslashdan saqlaninglar deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'tgandagi o'tmishlarning haqlarida yaxshi gaplar bilan eslashlikni payg'ambarimiz hadislarda aytdilar. Shuningdek, o'tganlarimizni qabrlarini ziyorat qilib, haqlariga duo qilish. Zero shariatimiz ko'rsatmalariga ko'ra qabrlarni ziyorat qilish bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnat amallaridan hisoblanadi. Faqatgina shu yerda bir narsaga urg'u berib ketaylik. Bizi oramizda unaqa insonlar yo'q deb o'ylayman. Lekin sizlar ham shu jamiyatda yashaysizlar, jamoatlarda bo'lasizlar. Ba'zi insonlar shu qabristonni ziyorat qilish deganda shu ikkita hayit tushunadi. Araba deydi, shak kuni deydi. Keyin shu mana shunaqa bayram kunlarida borib ziyorat qilib qo'yadi. Bo'ldi. Haqiqiy musulmon har namozida eslaydi o'z aslida. Biz bir oyatni tafsirini janozalarda ham ko'p aytib berganmiz. Alloh taolo anishkurli va livalidayk deydi Qur'onda. Menga shukr qilinglar. Men sizlarni yo'qdan bor qildim. Sizlarga rizq beraman, umr beraman, so'raganinglarni beraman. Menga shukr qilinglar. Undan keyin ota-onanglarga deydi. Chunki ota-onamiz dunyoga kelishimizga sabab bo'lgan. O'sha oyatni tafsirida aytadiki,
ota-onaga qanday shukr qilinadi desa, namoz o'qish bilan deydi. Bir mufassir. Shunda qanaqa qilib namoz o'qish bilan ota-onaga shukr qilish mumkin? Namoz Xudoga o'qiladi-ku desa, to'g'ri Xudoga o'qiladi, lekin namozda bitta duo bor. Biz namozda har oxirida salovatdan keyin duoyimizda Allohumma g'firli va li validayya deymiz. Ya'ni meni kechirgin, ota-onamni kechirgin deb duo qilamiz. Demak mufassir aytadiki, ana shu duo qilayotgan inson ota-onasiga shukr qilayotgan bo'ladi. Demak namoz o'qimayotgan inson o'sha duoni qilmayotgan bo'ladi deydi. Demak musulmon inson har namozida, har tilovat qilganida ota-onasini o'tganlarini eslayveradi. Lekin ba'zi insonlarchi yo tush ko'radi, shundan otam bezovta bo'pti deb Xudoga qiladi, borib qabrini ziyorat qiladi. Yo onam tushimda sal hijolatchilik holatdagi tushini ko'rdim deydi, borib ziyorat qiladi. Yo'q. Qabrlarni ziyorat qilish umumiy ma'noda sunnat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari. O'zlarini eslaylik. Oysha onamiz bir kun rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar alayhissalom yo'q bo'lib qoldilar deydilar. Qo'rqib ketdim, ortlaridan izlab borsam, Jannatul Baqiyda duo qilib turgan ekan deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jannatul Baqiyga chiqib duo qilardi. Va Uhudda jangida shahid bo'lgan sahobalarning qabrlarining ustiga borib duo qilardilar. Demak, bir ma'noda qabrlarni ziyorat qilish bizni oxiratni eslatish bilan bir qatorda, ikkinchi bir ma'noda esa inson vafot etsa ham uning ruhi abadiy bo'lganligi uchun uni ruhini shod qiladigan ishni qilish bilan bo'ladi. Shu uchun faqatgina bayram kelganda yoki hayit bo'lganda emas, balki inson vaqt topdimi, tez-tezda ota-onasini, yaqinlarini ziyorat qilishligi ham shariatga, ham sharoitga to'g'ri keladigan ish hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir hadis rivoyat qilinadi. Bayhaqiydan rivoyat qilinadi. Mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwith. Yantaziru da'watan talhaquhu min ab aw aw akh aw sadiq. فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها. وإن الله عز وجل لا يدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال. وإن هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم. صدق الرسول. Mayit qabrda g'arq bo'layotgan kishi kabidir. Otasi, onasi yoki do'stidan unga yetadigan duoni kutib turadi. Alloh taolo tog'day duolarni qabr ahliga yetkazadi. Tiriklarni o'liklarga hadiyasi ular haqqiga istig'for aytishidir deb Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytayaptilar. Demak, haqiqatda vafot etishimiz bilan endi biz savob qilishlik holatidan to'xtaymiz. Endi savobga ehtiyojimiz bo'ladi. Qilgan bo'lsak o'zimiz bilan bor, lekin u yetmaydi baribir insonga. Inson kim meni haqqimga duo qilar ekan deb yotadi go'yo. Shunda yaqinlarimiz, otamizmi, onamizmi yoki biz ularga nisbatan ota-onamizgami, do'stlarimizgami qilayotgan istig'forlarimiz va duolarimiz ularning ruhini shod qilishiga sabab bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kuni qabrni oldidan o'tayotganlarida ikkita qabrda mingan markablari biroz seskandi, hurkidi. Payg'ambarimiz aytdilarki, bu ikkita qabrdagilar azoblanyapti dedilar. Ular nimaga azoblanayotganini bilasizlarmi? Dedilar sahobalar, Allohu va rasuluhu a'lam. Ya Rasululloh, siz Alloh va siz bilasiz buni, biz bilmaymiz. Haqiqatan qabrda bo'ladigan jarayonni inson bilmaydi. Lekin Alloh taoloning habibi payg'ambar alayhisalomga Alloh taolo bildirdi. Shunda aytganlar. Buning bittasi o'zini peshopidan, najasidan o'zini ehtiyot qilmasdi. Kiyimiga ham, tanasiga ham tegishiga umuman parvo qilmasdi. Ikkinchisi esa chaqma-chaqarlik qilardi. Insonlar o'rtasiga adovat tushirardi. Shu uchun Alloh taolo bu ikkita qabr sohibini azoblayapti. Shu azobdan qo'rqib, u kishining markablari biroz qo'rqidi. Shunday bir shoxchani sindirdilarda, ikkiga bo'lib, haligi qabrga siqib qo'ydilar. Sahobalar so'rashdi, ya Rasululloh, nega bu ishni qildingiz? Shunda payg'ambarimiz aytdilarki, mana shu shoxchalar to qurigunicha istig'for aytib turadi dedilar. Shu uchun ba'zi bir viloyatlarga borsanglar, shu qabrga ko'milgandan keyinoq tolni ekib qo'yish odati bor. Xususan mana oramizda buxoroliklar bo'lsa, shu Buxoroda shu narsa hozir ham bor. Aynan tolni o'sha shoxlaridan sindirib,
qabrga suqib qo'yish bor. Biz so'raganimizda tol nihoyatda sekin qurir ekan. Qarang, buni behikmat emasda. Xohlaganni emas ekan. Aynan ko'proq tol olib kelinar ekan. Nima uchun deyilsa, tol anchagacha o'zidagi tanani saqlab turar ekan. Umid borki, qancha ko'p tursa istig'for aytadi. Endi buni yana zamonaviyroq shakli nima bo'ladi? Unga bir o'sha ko'chatni ekish. Faqat sharti mevali bo'lmasligi. Va fiqh kitoblarimizda aytibdilarki, ulamolarimiz qabristonni bog'ga aylantirib yormanglar debdilar. Qaysi ma'noda? Shundoq kirsangiz, qushlar sayrab turibdi, bu yoqda daraxtlar meva sochib turibdi. Nimaga desa, odamlar qabristonga borganda dam oladigan bir oddiy qiladigan joy deb o'ylab qolishadi. Va u yerdan ibrat olmay qo'yadi. Haja o'lsak shunaqa bir chiroyli joyga kelar ekanmiz degan fikrga borib qoladi. Qabristonga borgan inson do'ppayib turgan tuproqni ko'rib, gunohidan to'xtasin. Do'ppayib turgan tuproqni ko'rib, ertaga men ham shu holatga tushaman, savobimni ko'paytiray desin. Shuning uchun ulamolar aytadilarki, qabristonga jam mehr berib yorib, gullatib, yashnatib yormanglarki, odamlar qabriston deganda havas qiladigan bo'lib qolmasin. Balki qabristondan biroz seskinsinda, gunohlardan to'xtasin va savoblarni ko'paytirsin ma'nosida masalalarni keltirganlar. Alloh taolo Qur'oni Karimda umumiy ma'noda A'udhu billahi minash shaytonir rojim va qur robbirhamhuma kama robbayani saghira. Sadaqallohul azim. Ayt, ey Robbim, meni ota-onam go'daklik chog'imda tarbiyalaganlaridek, sen ham ularga rahm qilgin deb duo qilgin deb Alloh taolo Qur'oni Karimda bizga o'rgatyapti. Demak, farzand ota-onasini haqqiga duo qilishlikka ishora bordir. Boshqa bir oyatda esa Robbana g'firli va livalidayya va lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Ey Robbimiz, hisob-kitob qilinadigan qiyomat kuni meni, ota-onamni va barcha mu'minlarni mag'firat qilgin deb duo qilishlikni Alloh taolo Qur'onda keltiradi. Demak, o'tganlarning haqqiga duo qilishlik, ularga istig'for aytishlik, ularning nomidan bu savobi yetib boradigan amal hisoblanadi. Undan keyingi ruhlarni shod qiladigan amal Qur'on tilovatini qilish va o'sha qilingan tilovatning savobini baxshida qilish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarining birida man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasana wal hasanatu bi 10 amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu al-Imam at-Tirmizi. Imom Tirmizi dan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, kim Allohning kitobidan bitta harf o'qisa, unga bitta hasana yoziladi, uni 10 barobarga ko'paytiriladi. Alif lam mim bitta harf demayman, balki alif bitta harf, lam bitta harf, mim bitta harf deb Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarda aytdilar. Tasavvur qiling, alif lam mim 3 ta harf 10 tadan savob berilsa agar ziyoda qilinmaganida 30 ta savob bo'ladi. Endi siz qancha oyat o'qirsangiz, har bir harfini 10 ga ko'paytiraversangiz, shuncha savobga ega bo'lasiz. Va ana shu savobni marhumlarga bag'ishlash bizning e'tiqodimizda ham, fiqhiy masalalarimizda ham joiz va mumkin bo'lgan amal hisoblanadi. Shuning uchun qancha bilsangiz Qur'onni o'qing, o'tganlaringizni eslavering. Eng afzali esa Qur'onni boshdan oyoq xatm qilish. Buning ajridaqa ajr yo'q. Yana bir ularning ruhlarini, o'tganlarning ruhlarini shod qilish va ularga savob yetib turishiga sabab bo'ladigan amallardan biri sadaqa qilish, xayriya ishlarni qilish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadislaridan bir dalil keltiradigan bo'lsak, Sa'd ibn Uboda radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan: "Ya Rasululloh, onam mening yo'qligimda vafot etdi. U kishining nomidan sadaqa qilsam, u kishiga manfaat beradimi?" deb so'radilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ha deb javob berdilar. Shunda Sa'd radhiyallohu anhu aytdilarki: "Ya Rasululloh, sizni guvoh qilamanki, hosildor bog'im u kishining nomidan sadaqa" dedilar. Bu Imom Buxoriyda rivoyat qilingan hadis hisoblanadi. Shu uchun bizning ajdodlarimizda bugungi kunda biroz unutilgan lekin bundan 100 yil avvalgi tarixlarni eslaydigan bo'lsak, aynan mana shu Sa'd radhiyallohu anhu kabi ajdodlarimiz ba'zi bir narsalarni ota-onalarining nomlaridan sadaqa va vaqflar qilishgan.
Mana Sa'd radhiyallohu anhuning seri hosil bo'lgan bir bog'larini onamning nomidan sadaqa deyaptilar. Endi o'sha bog' qachon tugab yo'q bo'lmagunicha undan kim foydalansa, soyasidan foydalanadimi, mevasidan foydalanadimi, bargidan foydalanadimi, o'tinidan foydalanadimi, farqi yo'q. Qanday savob, ajr, mukofot yig'ilsa, jamlansa, Alloh taolo o'sha radhiyallohu anhuning onalariga yetkazib berib turaveradi. Endi shunday bir savol tug'iladi. Deylik bir inson ehson qildi, sadaqa qildi. Shuni onasiga yoki otasiga deb bag'ishladi. O'ylab qolishi mumkin. Men otamga dedim, onamga dedim, o'zimga nima qildim deyishi mumkin-da. Ya'ni buni savobi otamga bersam, bunisini onamga deb niyat qilsam, o'zimga ham nimadir qilishim kerak-ku, chunki men ham ertaga o'tib ketaman, men ham savobga muhtoj bo'laman degan gapni gapirishim mumkin. Bunga dalilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarida aytiladiki, sizlardan birontangiz nafl sadaqa qilsa, uni ota-onasi nomidan qilsin. Shunda ota-onasiga ham uning ajri bo'ladi va uning o'ziga ham berilgan ajrdan biror narsa kamaytirilmaydi debdilar. Qarang, bizni xalqning tili bilan aytganda bitta o'q bilan ikkita quyonni urar ekansizda. Otamga deyapsiz, qancha savob bo'lsa, otangizga ham sizga ham bor. Onamga deb niyat qilyapsiz, onangizga o'sha savobdan qancha yetib borayotgan bo'lsa, o'zingizga ham. O'ylamangki, qilgan ishim ularga o'tib ketib, men savobsiz qoldim deb. Shariatimizning go'zalligi shunda. Niyatni xolis qiling. Ey Robbim, shu savobni ota-onamga bag'ishladim deng, qiyomatda o'zingiz ham shu savobdan olasiz, ota-onangizga ham o'sha savob yetib boradi. Alloh taolo ana shu amalni hammamizga quvvatlantirsin. To'g'ri, bugun insonlar xayr ehson qilishadi, qilyaptilar ham. Lekin ko'proq riyo bo'lmasin degan nomlarni zikr qilishmaydi. Lekin biz din xodimi o'laroq bizni oldimizga kelib ba'zilar dardlashadi, ba'zilar diniy masala so'rashadi. Biz shu orqali bir qolamiz. Ki ha, demak bu otasini nomidan ehson qilibdi, onasini nomidan ehson qilibdi. Yoki bo'lmasa qora aka, shu yo'l ko'rsatib yuboring, kimga qilay, nima qilay? Ha, falon ishga qiling, fiston ishga qiling deb biz ishora qilganimizda shuni otamga deb niyat qilyapman-da deydi. Biz shunda barakalla, otangizga qilgan ishingizda albatta o'zingizga ham bor. Va unutmaylik, o'sha insonning farzandlaridan bu ko'p bo'lib qaytadi. Shunga odatlansak, inshaalloh hayotimiz ham, oxiratimiz ham go'zal bo'ladi. Va undan tashqari azizlar, yana bir masala bor dinimizda. Mana yaqinda kelyapti, inshaalloh unutmasak, Qurbon hayiti kunlarida, Qurbon hayiti avvalida ham buni zikr qilamiz. Qurbon hayitida ota-onaning ruhiga bag'ishlab qurbonlik so'yish ham ajr ulug', savob, solih amallardan hisoblanadi. Jumhur ulamolardan Hanafiylar, Molikiylar va Hanbaliylarga ko'ra vafot etib ketgan kishilar nomidan garchi vasiyat qilishmagan bo'lsa ham qurbonlik qilish joiz. Qurbonlikning savobi ularga yetishini aytishgan. Bir kishi vafot etgan kishining nomidan qurbonlik qilsa, xuddi o'zi uchun qurbonlik qilgani kabi uning go'shtidan o'zi iste'mol qilishi va sadaqa qilishi mumkin. Bunda qurbonlikning savobi vafot etgan kishi uchun, go'shti esa so'ygan kishi uchun bo'ladi deb bayon qilinadi. Buni ozgina sharhlashga ehtiyoj bor. Alloh taolo sizga dunyo bergan. O'zingizning nomingizdan bir ho'kiz so'yapsiz yoki bir qo'chqor so'yapsiz. Chunki sizga vojib qurbonlik qilyapsiz. Lekin yana bir ho'kiz so'yishga yoki yana bir qo'chqor so'yishga sizda imkoniyat bor. Dunyo bor. Men azizlar shunday insonlarni bilaman. Har yili Qurbon hayitida o'zlariga, ahallariga qilish bilan bir qatorda alohida bir yaxshi qo'chqorni olib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning nomlaridan qurbonlik qiladiganlarni bilaman. Buni sizlar ham bilishinglar mumkin. Ya'ni dunyo orttirgan, o'ziga to'q. Nima uchun deyilsa, eslanglar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qurbonlik qilganlarida ummatlarning nomlaridan ham qilganlar. Bu hadislar aytadilarki, Rasulullohning mehribonliklarini qarangki, shunday bir davrlarda insonlar yashaydi, qurbonlik qilgisi keladi-yu, lekin qo'li kaltalik qiladi. Ha? Ololmaydi. Bir qo'y olib so'yishga qurbi yetmaydi. Bir mol oyib yoki tuya so'yishga qurbi yetmaydi. Shunday vaqtda qaniydi, meni ham dunyom bo'lsa edi-yu, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdek qurbonlik qilganimda, Alloh vojib qilgan qurbonlikka men ham qodir bo'lganda deb qalbida biroz
o'ksinish bo'lishi mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qurbonlik so'yar ekanlar, ham o'zlaridan ham ummatning nomidan ham so'yganlar. Shu uchun bu hadisni eshitar ekanmiz, bugun oramizda so'yishlik imkoniyati bo'lmagan insonlarning qalbiga bu surur kirsinki, Rasululloh sizning nomingizdan qurbonlik qilganlar. Ana shu so'zni eshitgan ba'zi bir boy, muxlis, mo'min, musulmon bandalar qurbonlik qilar ekan, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ham nomlaridan qurbonlik qilib, savobini Rasulullohga baxshida qilish bor. Demak, asli qoida bor. Shundoq ekan, endi otangizning nomidanmi, onangizning nomidanmi, jigar aka-ukalaringiz yo opa-singillaringiz bo'ladigan bo'lsa, ularning ham nomidan o'tib ketgan bo'lsalar, qurbonlik qilib, sharti avval o'zingizga qiling. Ba'zilar aytadi, bu yil men otamning nomidan qilaman, otam o'tib ketganlar deydi-yu, o'ziga vojib bo'lib turib o'ziga qilmaydi. Yo'q. Birinchi o'zingizga vojibmi? Qurbonlik tirikka vojib, o'likka emas. O'likka qurbonlik vojib emas. O'lik insonga namoz farzmi? Yo'q. O'lik insonga haj farzmi? Yo'q. Nimaga u o'ldi, vafot etdi? Tirikka vojib, tirikka farz. Shunday ekan, avvalo vojib bo'lgan amalni o'zimizning nomimizdan qilishimiz kerak. Ortsa, orttira olganimiz bo'lsa, endi u qurbonlikni ana biz yaxshi ko'rgan insonlar, ustozlarimiz bo'lishi mumkin. Bizga yaxshilik qilib vafot etib ketgan insonlar bo'lishi mumkin. Shularning nomidan qurbonlik deya savobini baxshida qilaverasiz. Go'shtni nima qilasiz desa, go'shtni xuddi o'zingiz qurbonlik qilgandek bir bo'lagini yeyishingiz mumkin. Bir bo'lagini xalqqa tarqatasiz, bir bo'lagini uyingizga mehmon kelsa pishirib berishlik imkoniyati bor. Lekin men umuman go'shtga ehtiyojim yo'q, men go'sht olishga yana dunyoyim bor desangiz, qurbonlikni butunlay nochorlarga, faqir miskinlarga tarqatib yorsangiz, bu ham bo'ladi va savobi afzal va ko'proq bo'ladi. Ana shu ma'noda o'tganlarni xotirlash, xulosa qilib aytar ekanmiz, Qur'on tilovatlari bilan va ularning haqlariga istig'for aytishlik bilan, ularning nomlaridan sadaqa, ehsonlar qilishlik bilan va shu bilan bir qatorda ortlaridan imkon bo'lsa qurbonliklar qilib savob yetkazishlik bilan bo'lishligini bugun biz bildik. Alloh taolo hammamizga o'tganlarimizni mana shunday xayrlar bilan, xayrli amallar bilan eslab, savobli ishlarni qilishlikka qodir qilsin. Alloh taolo beruvchilardan qilsin. Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislariga ko'ra al-yadul ulya khayrun min yadis sufla deganlar. Ya'ni tepa qo'l past qo'ldan yaxshidir. Beruvchi qo'l oluvchi qo'ldan yaxshidir deganlar. Alloh taolo hammamizni beruvchilardan qilsin. Hammamizni boylardan qilsin-u, boylikka muhabbat bermasin. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Ya Rob, sendan yolvorib so'raymiz. Yurtimiz, millatimiz, xalqimiz, mo'min musulmonlar, ota-onalari, yaqinlari uchun deya jonini fido qilgan, urush maydonlarida vafot etib, hatto ular qayerga ko'milganligi bilinmaydigan vatandoshlarimiz o'tib ketgan. Alloh sendan so'raymiz, ularning hammalariga savoblarni, ajrlarni ko'paytirib ber. Bugun ularning ortilaridan qilinayotgan xayrlarni qabul ayla, ruhlarini shod ayla. Hayot bo'lib turganlarni esa umrlariga, rizqlariga barakot ber. Yaxshi niyatlarga yetishga o'zing muvaffaq qilgin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil akhirati hasanatan va qina azaban nar. Va sallallohu va sallama ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatik.